Konex muxlislariga egasini o'zidan Konex kelib qoldi, xudo xolasa yaxshi holatda. 2021 bu 471 millionligidan motor XL motor, katta motordan. Tiniq holatda, kraskasi toza 75 ming yurgan, tut yumshoq yangi baloni bor, absolyutno. Mashina bir qo'l, g'ubori yo'q, tiniq holatda. Salonlarni qarang, injiq turibdi. Yangi mashina ekan, krediti yo'q. Naqd pulli mashina, dehqonda o'zidan 75 ming yurgan. Kapot. Bagajning knopkasi bor, mana to'g'ri bagaj ochilishini. Elektropaket, oilani savoli. Ha aka. Bitta like bosib qo'yasiz, siz uchun videoga olib o'tiribman. Xo'p. Tiniq holatda bagajda bonuslari bor ekan, anchagina. Dehqonda o'zidan hamma yo'q turibdi ichida. Elektropaket mashina, qanaqa rasxoti yo'q. Xolasi prosta minas. Marg'ilonning mashinasi. Aytgandek, g'ubori yo'q, tiniq, palasi o'jirishani hamma yo'q joyida. Motor XL motor. Olasan minasan degan mashina. Narxi 24700 dollar deyilyapti dehqonda o'zidan. Like bosib ekran bilan aloqa chiqib, yangi kanalga обязательно obuna bo'lasiz aka. 14-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka zo'r holatda Google kelib qoldi aka. Yangi kanalga obuna bo'ling, обязательно esdan chiqmasin. 2014 tiniq holatda ko'rgan odam buni Ravon 2019 o'ylasa, gaskalarni qarang, chiroyligini. Mashina ideal holatda. Mashinani olasiz prosta minas, gaz, pas, hamma yo'g'i bor. Avtomat korobka. Xo'p, holati yaxshi. Injektor metani nimadir bor ekan. Holati yaxshi mashinaning. Chiroyli rul qo'yilgan ekan. Ravon stoplar qo'yilgan. Emblemalar Ravonidan. Hamma yo'g'i joyida. Gazi, metani. Mashinaning mana shu orqa eshigi bilan qanotda yengil kraskasi bor ekan. Kelsalar shu teshib tura olasizlar. Mana ham ko'zim hali lazer bas. O'zlaring uchun. Buni qiziqarli joyi aka aytayapti, yarim yalchisi bo'lsa qolganini bank qilib yuborsa bo'laveradi deb. 1.5 motori, konditsioner, injektor metani hamma yo'g'i joyida. Mashina hech qanaqa rasxoti yo'q, pulti bor. Olasan, minasan deyapsan. Barterga ham kelishaveramiz devoga. 2014 tiniq holatda ikkita detalli yengil petnosi bor, kelsalar shu tekshirib olasizlar. Narxi 7650 dollar. Marg'ilonning mashinasi, barter generalniy оформление любой dokument bo'laveradi. Bank sohasiga ham kelishaveradi deyapti aka. Ekran telefon nomerlari turibdi, aloqaga chiqib olasizlar. Muxlislariga zo'r holatda Spark kelib qoldi. Mashinamizni yili 2012, lekin katta motor, Toshkent motor deyiladi. Tiniq holatda olib chiqib ko'rsam ochib. Mashinaning ikkita o'sha detalli yengil petnosi bor ekan. Tut yumshoq, yangi baloni, holati yaxshi. Motor korobkani o'g'ri yaqindan almashtirdim. 210 mingcha yuribdi, chexol polik. Levroma yo'q, chexol polik, yaxshi holati. Mashina bir qo'l. Tiniq, olasiz, minas. 2012 ning oxirida bilsalar agar koreyskiy motorlar tugab, katta motorlar chiqqan. 2012 da. Men o'zim ham ko'rganman, motorni ko'rsataman. Generalni оформление beraveraman deyapti. 65 metani. Holati yaxshi, hech qanaqa rasxoti yo'q. Stoplardan ham o'z bilinib turgandi, yangi motordanligi. Chunki уже sara motor qanaqa stoplar chiqmay qo'ygan. 2012-yilda oxiridan. Katta motor, rul gidravlika, ikkinchi paketning gazi, holati yaxshi, mashina hech qanaqa rasxoti yo'q. Shoxigacha bor. 2012-yil 3 qilib qo'yilgan, shoxlar qo'yib. Narxi aka aytayapti 4700 dollar, yana bir qator o'zi bilan kelishasizlar. Yurgan 210 ming kraskasi bor. Kichkina petnolari bor ekan, o'zim ko'zim bilan ko'rganim. Like bosib video tarqatib ekrandan bilan aloqa chiqing, yangi kanalga obuna bo'lamiz. Bu nima motor qo'yilgan? Lasetti motor. Monimi? Receiver'da u nimasi? Receiver, samodelniy receiver. Shu liniya qilingan motor. Hozir bitta bossangiz nechiga chiqadi? Bilmayman, shu 250 da tevasida yuradi. Qani kapot qo'yib yuboringchi, yopib sekin. Bu o'zi nechi bu o'zi mashina? 09. 09. 09 ni polni navorot qilgansiz. Yili nechi? 88. 88-yil. Lasetti motor qo'yilgan, ruxsatnoma hamma yo'q bor. Bez nomer qilingan motor. Bez nomer 250 ga chiqadi-da? Chiqadi. Yomon ekan. Lasettimni 250 ga chiqqan. Bundan hozir 250 dan tepada yuradi. Yo'q. Qayerda mashinasi bu? Quvonich mashinasi. Qani? Kolonkalar qani? Ustilargacha bor ekan pastida. Gazi yo'q, benzin yuribsiz. Benzinda. Nechta Propan baloni bor. Propani bor lekin. Propani dokumenti yo'q. Narx qancha buni? 3000 deyapmiz. 3000 kelishamiz. Mashq holatiga? 3000 dollar kelishamiz. Yerda kapot motorni ko'rsatib berdim. Yomon ekan haqiqatda. Abez yo'q, mana. Yo'q, abez yo'q, o'zi tormozi zo'r bular.
Formasi yaxshi. Narxi $3000. Telefon nomeringiz 90lik 90lik 561 561 61 16. 61 16. Like bo'lsa, yangi kanalga obuna bo'lasizlar.